Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan Zubur 1100 bartavoyli Zuburimiz sotildi, ko'rishlaringiz mumkin. Buni optim narxlarda Sog'li akalarimiz yaqib berdi. Komplet holatda ikki korpusli pluglari, orqasiga ocharlari-yu sidinalari bilan birga komplet holatda olishdi. Orqasiga frezalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol 25-30 sant haydaveradi. Frezalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Katta frezalardan qo'yilgan. Dinamlari ham bor akalar. Akkumulyatorga zaryad beradi. Suv antifriz qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. Radiatorli varianti. Salarkada harakatlanadi akalar. Rasxodlari soatiga 1 litrdan 1,5 litrgacha nagruzkada salarka yeyishi mumkin. Reduktorlari ham katta reduktorlardan bo'ladi. Bunimizni korobkalari ham katta korobkadan bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Palovozli variantida ancha ham baquvvat hisoblanadi bartavoyli varianti. Palovozli variantimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Buni ham xudo xolasa sotdik akalar. Kimga kerak bo'lsa, Zubur traktorlarimiz kelaverasizlar, optim narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Bunimizni ham hozir So'xbet aka Kamazga olib chiqib beryapmiz. Dastlabki orqali kimga kerak bo'lsa, egalari kelib bizda do'konimizdan tekshirib, minib ko'rib olishdi. Kimga shunaqa Zubur traktorlarimiz kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga bog'lanishlaringiz mumkin. Kelishtirib optim narxlarda qilib beramiz.